Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda men sizlarga Lionel Messi dunyoning eng buyuk futbolchilaridan biri. U haqida sizlarga 10 ta sirli faktlarni aytib beraman. Video boshlanishidan oldin shuncha harakat uchun like va obuna bosib qo'ying va kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi safar qaysi futbolchi haqida 10 ta sirli fakt qilishni. Biz boshladik. Birinchi bo'lib ushbu mashhur lug'atlarning o'zbek tiliga tarjimasi. Narxi ekranda. Buyurtma qilish uchun Telegramdagi Teacher Ikromga yozasiz. Va albatta promokod, Futus promokodi bilan 10.000 so'mga chegirma yetkazib berish butun O'zbekiston bo'ylab. Messi bolaligida o'sish gormoni yetishmovchiligi bilan kasallangan va davolanish juda qimmat bo'lgan. Shu sababli ko'p klublar uni olishda bosh tortgan. Barselona Messini 13 yoshida oddiy salfetkaga yozilgan shartnoma bilan ro'yxatdan o'tkazgan. Bu futbol tarixidagi eng mashhur salfetka. Messi professional faoliyatida bir o'yinda 5 ta gol urgan kam sonli futbolchilardan biri. Messi intervyularni yoqtirmaydi va yoshligida kuchli uyatchan bo'lgan. Hatto gapirishdan qo'rqqan paytlari ham bo'lgan. Messi gollarni hisoblanishdan oldin har doim osmonga qaraydi. Bu uning buvisiga bo'lgan hurmat ramzi. U faoliyatida ilk professional golni Ronaldinho pasidan urgan va aynan Ronaldinho uni jamoaga moslashishda qo'llab-quvvatlagan. Messi ko'plab rekordlarga ega bo'lsa ham, u hech qachon o'zini eng zo'r deb ochiq aytmaydi. U maydonda juda sokin ko'rinsa ham, ichida o'ta raqobatchi xarakteri bor. Yutqazishni yomon ko'radi. Messi faoliyatining katta qismini bitta klub Barselona bilan bog'lagan va bu sodiqlik zamonaviy futbolda juda kam uchraydi. U 2022-yilgi Jahon chempionatidan keyin ham futboldan zavq olishni davom ettirdi va faqat pul yoki shon-shuhrat uchun emas, futbolni chin dildan sevib o'ynayotganini ko'rsatdi. 2012-yilda Messi bir kalendar yil ichida 91 ta gol urib, hech kim yangilay olmaydigan rekord o'rnatgan. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like va obuna bosishni esdan chiqarmang va kommentariyada keyingi bo'lib qaysi futbolchi haqida sirli fakt yozishni yozib qoldiring. Hammaga xayr!